Quchoqlashish ham katta kuchga ega. Salom. Aynan shu mavzuda Soft Product kanalida ochiqchasiga gaplashamiz. Ko'pchilik quchoqlashishni oddiy mehr belgisi deb hisoblaydi. Lekin olimlarning ta'kidlashicha, bu inson psixologiyasiga ta'sir qiluvchi muhim omillardan biri ekan. Qiziq fakt, inson quchoqlanganda organizmda oksitotsin moddasi ajralib chiqar ekan. Bu ba'zan ishonch gormoni ham deb ataladi. Bu gormon o'zini xavfsiz hamda xotirjam his qilishga yordam berar ekan. Yana bir qiziq fakt, kun davomidagi samimiy jismoniy yaqinlik stress darajasini pasaytirishi mumkin. Ko'pincha munosabatlarda katta sovg'alar emas, mehrli harakatlar muhimroq o'rinni egallar ekan. Masalan, yelkaga qo'l qo'yish, quchoqlashish hamda qo'l ushlash mehr hissini kuchaytirib berar ekan. Intim sohasidagi mutaxassislar ham aynan mana shu fikrda. Jismoniy yaqinlik mehr hissini uyg'otadi. Shuning uchun 1 daqiqalik samimiy quchoqlash uzoq suhbatdan ko'ra ko'proq ta'sir qiladi. Aziz do'stlar, samimiy quchoqlashish inson kayfiyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi? Izohlarda fikringizni qoldiring. Soft bilan salomat bo'ling. Soft product.